Keling hammamiz Sangadan uzr so'raymiz. 이제 우즈베키스탄으로 여행 가면 좆되느니 제가 사과드리겠습니다. 사과해 kimdir tichgandan keyin kimdir tozalab qo'yish kerak tichilgan joyda. hali biz o'sishimizga juda ham hali ancha vaqt bor ekan. Nima emish boshqasi qilgan xatoni kimdir to'g'rilash kerak ekan. Sizlar to'g'rilamadinglar, o'sha xatoni hamma yoqqa chaplab, bulg'ab tashladinglar. Yana nima? Qaytib o'zbeklarning tarafini olmayman. O'zbeklar bunga tayyor emas ekan. O'sishi va rivojlanishi kerak ekan. Va mana bu turish Koreya madaniyati emish. Madaniyat o'sish haqida gapiryapgan kishi, mana bu qanday madaniyat yoki rivojlanish? Agar har bitta odam sizga o'xshab chet elga kelib shunday rivojlansa, mana o'zbegim bir umr rivojlanmay o'tsin. Siz ijtimoiy tarmoqda bunday kontent qilib targ'ib qilmasingizdan oldin O'zbekistonda bunday axloqsiz videolarni oladiganlar kamaydi. Ming afsus bo'lsinki, hozirgi kunda bunday inson tabiatiga zid ovqatlanishlar bilan tanilgan, o'zini go'yoki food blogger deb hisoblaydiganlarning soni tobora ko'payib bormoqda. Bunda esa albatta siz hissangiz katta deb hisoblangan. Endi uzr so'rash masalasiga kelsak, nima ekan? Ruku qilib, ya'ni egilib uzr so'rash bu Koreya madaniyati ekan. Biz musulmonlarning madaniyatida esa bunday ruku holatda faqatgina Allohning huzurida turiladi. Ko'pirtirmang, bu madaniyat desangiz, qaysi koreys o'zbek madaniyatiga xos salom yoki uzr so'raganini ko'rgansiz? Men o'zbekman, dinni tiqishtirma desangiz, unda o'zbek madaniyati bilan uzr so'rang. Bizning o'zbek xalqi hatto otasidan uzr so'rasa ham bunday xor holatda uzr so'ramaydi. Endi bu mashmashalarni boshlangan joyga e'tibor qaratsak, kelayotgan xabarlarga ko'ra asl narx shundayligi ham aytilmoqda. Ammo unday emas, yolg'on gapirdi, aldagan desangiz ham xo'p. Endi yolg'on gapirdi deydigan odam siz bir qancha vaqt davomida o'z qaynonangizni PR, xavf uchun o'z manfaatingiz yo'lida xotirim deb kelmadingizmi? Bitta suvni 90 mingga sotdi, koreysni aldadi deyotgan madaniyatli rostgo'y ukam, u o'z manfaati uchun bitta koreysni aldabdi. Siz o'z manfaatingiz uchun millionlagan auditoriyangizni arzimagan pulga olingan suvni baqaning tuqumi $500 oldim deb aldamadingizmi? Gapirsam aslida gap ko'p, lekin unutmang, kimki izzatni Alloh azza va jallaning huzuridan boshqa joyda qidirsa, o'sha narsa bilan o'shaning huzurida xor bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.